General Motors tarixda birinchi bo'lib turbina o'rnatilgan mashinalarni massiv ishlab chiqargan zavod ekanini bilasizmi? 1962-yil. Bu paytgacha hali hech qaysi ishlab chiqaruvchi turbinali mashinalar kelajagini ko'rmayotgan bir paytda GM o'zining Oldsmobile Jetfire va Chevrolet Corvair Monza modellarida turbinani sinab ko'radi. Oldsmobile Jetfire 3,5 litr 8 silindrdan iborat dvigatel o'rnatilgan bo'lib, 185 ot kuchiga ega edi. Turbina qo'shish esa uning quvvatini 40% ga oshirib, umumiy 215 ot kuchini tashkil qildi. Lekin o'sha davrning eng katta muammosi dvigatel menejmenti bo'lib, turbina uchun qo'shimcha turbo roket nomli bak ishlatilgan. Bu bakda metil spirti bilan birgalikda distillangan suv ishlatilgan. Bundan maqsad shu ediki, turbinada ishlaydigan motorda katta issiqlik tufayli dvigatelda detonatsiya yuzaga keladi. Buni oldini olish uchun esa havo oqimiga mana shu turbo roket aralashmasini qo'shib kameraga uzatish yechimini qilishadi. Lekin haydovchilar bunday bak borligini hatto bilishmagan. Bilganlari esa suyuqlik qolmaganda uni to'ldirishni eslaridan chiqarib qo'ygan holatlar ko'paygani tufayli dvigatel turbinani o'chirib qo'ygan va haydovchilar dvigatel quvvati tushib ketishidan shikoyat qilishgan. Va keyinchalik GM bu masalani ko'rib chiqib, turbinani bu modellardan olib tashlagan. Metanol qo'shish hozirgi mashinalarda zarurat emasligini bilamiz, lekin benzin sifati tushib ketayotgan bu davrda metanolni sinab ko'rish balki yaxshidir. Fikringizni kutib qolaman.